Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanalida So'z sizga tok shousi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimiz yil boshida birinchi dastur ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, qadrli teletomoshabinlar, studiyamiz mehmonlarini mana shu kirib kelgan, demak 2026-yil bilan tabriklaymiz. Omadli, fayzli, barakali bo'lsin deymiz. Va bugungi mavzumizni ham e'lon qilmoqchimiz. Demak, internet, ijtimoiy tarmoqlar va sun'iy intellektdan foydalanish madaniyati yuzasidan suhbatlashish niyatidamiz. Xuddi shunday. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Yana sizlar bilan jonli efir orqali ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Bugun So'z sizga tok shousi orqali yuqorida aytib o'tilgan mavzu atrofida batafsil so'z yuritishga harakat qilamiz. Albatta, bugungi kunda zamonaviy hayotimizda biz ko'plab vazifalarimizni aynan internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiramiz. Masalan, deylik, moliyaviy operatsiyalar, hattoki o'sha ijtimoiy muloqotimizni ham biz internet orqali amalga oshiramiz. Va shaxsiy ma'lumotlarimizni, shaxsiy hujjatlarimizni ham bugun raqamli tarzda, shaklda saqlab kelyapmiz. Demak, mana shunaqa bugun bizga internet imkoniyatlarini yaratayotgan ekan, undagi tahdidlar ham ko'payib borayotgani hech kimga sir emas. Bugun biz fake xabarlardan, fake kontentlardan himoyalanish, shaxsiy ma'lumotlarimizni qay tarzda asrash borasida ham sizga ma'lumot yetkazishni maqsad qilganmiz. Albatta. Va shu maqsadda studiyamizga soha mutaxassislarini, ekspertlarni, blogerlarni, jurnalistlarni taklif etganmiz. Dastlab mana shu mavzu yuzasidan so'rovnoma o'tkazilgan va o'sha so'rovnoma asosida tayyorlangan lavhani birgalikda ko'rsak, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Marhamat. Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Kishilar axborot olish, ishlash hamda muloqot qilishda ushbu vositalardan samarali foydalanishmoqda. Shuning bilan birgalikda internetdan mas'uliyatli va ongli foydalanish ham juda ham dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Xo'sh, bugungi kunda vohadoshlarimiz internet, ijtimoiy tarmoqlardan qanchalik oqilona foydalanishadi? Kun davomida ular aynan ijtimoiy tarmoqlarga qancha vaqt ajratishadi? Shu kabi savollar bilan ularga yuzlandik va javoblari esa e'tiborni tortadi. Ijtimoiy tarmoqlarda qancha vaqt sarflaysiz? Har kun har xil. Ko'proq Telegram tarmoqlarida, dars mashg'ulotlarida ko'proq foydalanaman, YouTubedan foydalanaman. Men kamida 2-3 soat. Kuniga 3 soat, 4 soat. 5 soat man. 11 soat bo'lsa kerak. Kamida 10 minut, 15 minut ajrataman. 2 soat yo 1,5 soat shunday. Instagram, Telegramda ko'proq 4-5 soat. Telegram. Siz xabarlarni asosan qaysi manbalardan olasiz? ChatGPTdan asosan yoki Googledan. ChatGPT, YouTube, Google. Telegram kanallaridan, YouTube kanallaridan. Instagram, Telegram, O'zbekiston 24 bor, BBC xabarlari bor. Telegram, keyin ChatGPTdan hozirroq ma'lumot olaman, keyin Instagram. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishingizga qanchalik e'tibor qaratasiz? Blok qilaman boshqa narsalarda. Hammasiga rioya qilamiz albatta. Bu bo'yicha iloji boricha o'sha hozirda chiqqan appkalar, taklifnomalarni ochmaslikda maslahat beraman. Sekretni qilamiz, kod, parol yordamidan foydalanamiz. Unchalik e'tibor qaratmayman. Chunki bu narsa menda bo'lmagan, ijtimoiy tarmoqdan aldanish. Hamma saytga ham ma'lumotlarimni taqdim etmayman. Imkon qadar shaxsiy ma'lumotlarimni kirgizmaslikka, birovga aytmaslikka harakat qilaman. Hammani o'zini siri bo'ladi. Hech qachon hech qayerga registratsiya qilmayman. Menga SMS kelsa o'shalarga javob bermayman. Notanish odamlar bo'lsa gaplashmayman. Sun'iy intellekt vositalarini kundalik hayotingizda qo'llaysizmi va uni afzalliklari haqida fikringiz? Albatta qo'llayman. Hozirda ayniqsa ChatGPT bizda hayotimizda eng kerakli bo'ladigan manba bo'lib boryapti. Undan biz ko'p bilimlar, kerakli bo'lgan sarmoyalarni qo'llab ishlatyapmiz uni. Ko'proq dars bo'layotganda yoki rasm chizayotganda. Yo'q, undan foydalanmayman chunki nima narsa bilmayman. Qiziqmaganman, foydalanmaganman. Qo'llab turamiz, masalan, ChatGPTni olsak bo'ladi. ChatGPTni ishlataman. U juda ham foydali, chunki bilmagan narsamni aniq va tiniq shu saytdan bilib olishim mumkin. Ko'pincha sun'iy intellektga ishongan odam oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Sun'iy intellektdan endi foydalanib ko'rmaganman hali. Lekin har doim ishonavermaslik kerak, chunki uni olayotgan manbalar ham aynan qaysi saytlarga borib taalluq qilishini bilmaysiz. Shuning uchun 100% ishonish kerak emas. Qadrli teletomoshabinlar, siz Surxondaryo telekanalida So'z sizga tok shousini to'g'ridan to'g'ri jonli efirda
tomosha qilmoqdasiz. Mana hozir Azizaxon ko'rdikki, odamlarning fikri har xil va bular hammasi o'zining shaxsiy fikr mulohazalarini bildirishga harakat qilgan. Bir ma'lumotni keltirib o'tmoqchiman. Statistik ma'lumotlarga qarab, bugungi kunda dunyo aholisining qariyb 75% internet, xalqaro internet tarmog'idan foydalanib kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar ham shu jumladan. Va eng e'tiborli jihati mamlakatimizda ham shu 2025-yil holati bo'yicha agar statistikani ko'radigan bo'lsak, 94% aholi internetdan foydalanmoqda. Bu rivojlangan davlatlar ko'rsatkichiga teng. Ijobiy holat. Ammo lekin bir jihatni aytishimiz kerakki, bugungi kunda biz internetdan qay darajada unumli foydalanyapmiz va umuman ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish odobi, madaniyati haqida nimalarni aytish mumkin? Demak, Keling studiyaga yuzlanamiz. so'z sizga. Oxonjon aka, siz Avvalambor assalomu alaykum. bering, marhamat. Rahmat. Bugungi mavzumiz juda bir dolzarb masala. Aytadigan bo'lsak, o'zimda birinchi o'rinda bir tanishtirsam, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyasi sohasidagi qarshi jinoyatlar qarshi kurash guruh boshlig'iman. Bugungi mavzumiz ayni muddo biz endi o'tkazayotgan tashviqot ishlarimizda bir shu narsalarni ko'rib turibmizki, hozirgi kunda aholimizda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati va hozirgi kunda bo'layotgan turli xildagi xurujlar, salbiy holatlarga qarshi immunitet hosil qilish maqsadida o'tkazayotgan targ'ibot tashviqotlarimizda shu narsani guvohi bo'lyapmizki, u o'sha fuqarolarimizni firibgarlik holatlariga tushib qolayotganligi yoki bo'lmasa ommaviy madaniyat xurujiga tushib qolayotgan holati bevosita aytishimiz kerakki, bu xalqimizda yoki bo'lmasa ayrim bir o'sha ma'naviy bo'shliq bo'lgan yoshlarimizda turli xildagi diniy oqimlarga qo'shilib qolayotgan holati, bu hammasi o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lum bir buzg'unchi g'oyalarni targ'ib qiluvchi guruhlar, shaxslar tomonidan amalga oshirilayotganini bevosita ko'rib turibmiz. Endi boya yuqorida aytdik, har bitta shaxsda, har bitta fuqaroda internet ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati va unda o'sha ulardagi fake xabarlar, yolg'on ma'lumotlarga qarshi ularda bir immunitet hosil bo'lishi kerak edi. Bu immunitet agar bu shaxsda bo'lmaydigan bo'lsa, bevosita targ'ib qilinayotgan salbiy holatlarga kirib ketishi va o'zlarini o'sha qanaqadir ma'noda moddiy taraflama tang holatga tushib qolishiga sababchi bo'ladi. Endi bitta narsani yuqorida ko'p ta'kidlaymiz, u yig'ilishlarda ham buni oldini olish maqsadida nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bunda shaxs omili, ya'ni shaxsning o'zida bu immunitetlar hosil bo'lib turib, bu o'zi harakatga kelmaydigan bo'lsa, siz bilan biz bu shaxslarni o'sha qanaqadir salbiy holatlardan olib qolishimiz juda qiyin bo'ladi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana hozir 21-asrda axborot texnologiya asri bevosita bizni mana internet uzog'imizni yaqin qiladigan, osonimizni, nimamizni yengil qiladigan shunday bir dasturlar ishlab chiqilyaptiki, bu dasturlardan oqilona foydalansa insonda kelajagi, insonda hayoti va uning qanaqadir ma'noda bir sohalarda ma'lum rivojlanishlarni keltirib chiqaradi. Lekin biroq degan joylari bor. Agarki ulardan biz noto'g'ri foydalanish natijasida shaxsning ma'lum bir moliyaviy yoki bo'lmasa uning ma'naviy bo'shlig'idan foydalangan holda turli xildagi harakatlar, salbiy harakatlar uning natijasida suitsid holatlari ham kelib chiqayotgan holatini ko'rib turibmiz. Bu ayrim o'sha yoshlarimizni o'rtasida, voyaga yetmaganlarimiz o'rtasida turli xildagi o'yin yoki bo'lmasa salbiy holatlarda targ'ib qilayotgan holatlarda bu narsani guvohi bo'lib turibmiz. Endi bugungi kunda rahmat, hali suhbatimizni davom ettiramiz. Keling, mana shu hozir yuqorida biz ko'pchilik birgalikda ko'rgan video lavhada lavha haqidagi bir munosabatimizni bildiraylik. Masalan, siz bir kunda qancha internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun vaqt ajratasiz? Endi bizni sohamiz o'zi shu ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lum bir xabarlarni olish, ularda o'sha yolg'on yoki bo'lmasa haqiqat ekanligini biz xalqqa ko'rsatib berish maqsadida doimiy bizning ish faoliyatimiz internet bilan, o'sha kompyuter vositalari bilan bog'liq hisoblanadi. Lekin o'sha biz u yerdagi aniqlangan holatlarni xalqqa yetkazishimiz uchun ham biz targ'ibot tashviqot tadbirlarini olib borishga o'zimizni nimamizni, hissamizni qo'shmoqchimiz. Marhamat, siz bir kunda qancha vaqt ajratasiz internet ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun? Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq faoli Navro'zbek Qarshiyevman. Hozirgi kunda bir sutkada 17-18 soat vaqtimni internet tarmog'iga ajrataman. Bir sutkada? Chunki telefonda statistika bor. Uxlashimdan oldin ko'raman, 16-18 soatgacha chiqarib beradi. Ko'p emasmi bu? Balkim ko'pdir, lekin asosiy ish faoliyatim shu bo'lgani uchun. Farhod aka, siz nima deysiz?
Assalomu alaykum. Termiz davlat universiteti axborot texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Shaymanov Farhodman. Men bir kunda 1 soat 2 soat o'rtacha vaqtimni ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazaman. Bugun endi hamma har xil ijtimoiy tarmoq barchamiz foydalanuvchisi hisoblanamiz va bugun ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan xabarlarimizning ko'pchiligi aynan haqiqatga to'g'ri kelmasligi yoki ko'rayotgan, o'qiyotgan ma'lumotlarimizning ba'zilari ishonchli bo'lmasligi ham mumkin bo'ladi. Biz mana shu jarayonda soxta ma'lumotlardan qanaqa ajrata olishimiz mumkin bo'ladi? Soxta yoki aniq bo'lgan ma'lumotni. Fact checking deymiz-ku. Marhamat, kimda qanday fikr bor? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Zamon shundayki, qanchalik rivojlangan sari inson ham har tomonlama rivojlanib borishga majburmiz. Bu mas'uliyat emas, bu majburlik. Hozirgi kunda ko'ramiz, ijtimoiy tarmoqda materiallar shu qadar real yasalyaptiki, o'sha sun'iy intellekt bilan. Biz yuqorida aytdik-ku, insonlar o'shanga moyil bo'lib boryapti. Ya'ni oddiygina kontent masalasi qarasak, blogerlarimiz ham yaxshi biladi yoki har xil tarmoqda material yasaydiganlar yaxshi biladi. Sun'iy intellektda qilingan kontentlar yaxshi insonlar iste'mol qilyapti qaysidir ma'noda. Ko'rishyapti. O'zingiz bekorga aytmadingiz, yosh bolaning qo'lida telefon. Biz multfilm orqali qo'yib beramiz, unga qisqa videolarga o'rganib qolyapmiz. Zamon shuni talab qilyapti. Faqatgina hozir fake ma'lumotlar, yolg'on ma'lumotlar qanday ajratib olish, endi usullari juda ham ko'p. Bu yerda mutaxassislar o'tiribdi, ulardan oldin gapiryapman, uzr. Biz shunchaki iste'mol sifatida, oddiy fuqaro sifatida, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchi sifatida yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Realdan ajratishimiz sal qiyinroq bo'lyapti oxirgi kunlarda. Lekin ko'rgan ma'lumotimizdan xulosa chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Shunga shoshilmasligimiz kerak. Xo'p, bir voqea bo'pti deylik, ko'rdik. Bo'ldi, mana shunaqa bo'pti ekan deb hammaga tarqatishimiz shart emas uni. deb o'ylaysiz va bu sizning nuqtai nazaringiz? Men o'zim ham shunday qilaman misol uchun. Rahmat, yaxshi. Hammaga tarqatishimiz shart emas. Abbos aka, marhamat. Sizdan. Marhamat, nimadir demoqchisizmi? Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish tergov guruhi katta tergovchisi Qosimova Dilshoda familiyam. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga murojaat qilmoqchimanki, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har xil xabarlar, turli xildagi mish-mishlarga to'g'ridan-to'g'ri ishonmasdan, har bitta holat bo'yicha rasmiy munosabat berilishini kutish va rasmiy xabarlarda yoki rasmiy ijtimoiy tarmoq kanallar deymizmi, guruhlar deymizmi, shulardan foydalanishini va o'sha xabarlar bilan xulosa chiqarishlarini so'ragan bo'lardim. Chunki haqiqatan ham juda ham fake akkauntlar yoki fake xabarlar juda ham ko'p tarqalmoqda. Bularni haqiqiysini yolg'on xabarlardan ajratib olish lozim. Keling, masalani shunday qo'yaylik, Oxunjon aka, studiyamiz qatnashchilari. Masalan, deylik, hozir savolni bekorga shunday qo'ymadikki, siz bir kunda qancha vaqt ijtimoiy tarmoq, internet uchun vaqt ajratasiz dedik. Keling, mana shu savolga bir javob topaylik. Mana yoshlar ham fikrlarini bayon etsin. Bular aytdilar, 12 soat, men deyarli 12-11 soat ijtimoiy tarmoq, internetdan foydalanaman dedilar. Sizchi? Assalomu alaykum. Men Davlatbek Abduqahhorov, Teach for Uzbekistan tashkiloti o'qituvchisiman. Bugun mana so'rovnomada ham ko'rdik, yoshlarni o'sha internet tarmoqlaridan foydalanish haqidagi vaqt haqidagi fikrlari ba'zilari juda ham kam, ba'zilari juda ham ko'p. Lekin biz hozir asosiy dolzarb mavzu shunaqa bo'lishi kerak. Foydalanish vaqtini ko'p yoki kam ekanligida emas, foydalanishda uni madaniyati. Ya'ni biz o'sha foydalanayotgan jarayonda qanday foydalanishimiz kerak, uni analiz qilish, tahlil qilish jarayoni muhim. Biz o'sha yoshlarda internetdan foydalanish bo'yicha ko'nikmani shakllantirishimiz kerak. Yevropa ittifoqida AI Act degan qonun qabul qilingan, ya'ni o'sha sun'iy intellekt, internet bo'yicha, ya'ni qonun qabul qilingan. Bizda ham hozir sun'iy intellekt bevosita O'zbekistonda ishtirokchi sifatida sun'iy intellektdan ko'proq foydalanyapmiz. Ya'ni biz sun'iy intellekt bo'yicha bazalarni, algoritmlarni biz yaratuvchisi emas, balki ishtirokchisimiz. Ya'ni algoritmi ko'p holatlarda chet elda. Ya'ni biz unga ishonyapmiz. Hozir ChatGPT haqida so'rovnomada juda ham ko'p fikrlar bildirildi. Faqat hozir biz sun'iy intellekt haqida gap ketsa, demak u ChatGPT deymiz. Vaholanki sun'iy intellekt faqat ChatGPT bilan cheklanmagan. Biz esa bizani yoshlar ko'rib turibsiz, faqat ChatGPTni sun'iy intellekt sifatida baholaydi va fikr yuritadi. Siz to'g'ri aytdingiz, qancha vaqt ajratish muhim emas, qanday foydalanish muhim, lekin baribir savolni shunday qo'yayotganimiz bekorga emas. Deylik, agar dasturxon deb agar o'sha ijtimoiy tarmoqni qiyoslaydigan bo'lsak,
nimani iste'mol qilish, iste'mol madaniyati ham qo'shtirnoq ichida bo'lgan. Shuning uchun ham muhim hozir sanaladi. Siz nimadir demoqchisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Abdullayev Baxtiyor, Termiz davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti o'qituvchisiman. Hozir o'zim ijtimoiy tarmoqda bir kunda 5 soat, 6 soat, ba'zi topshiriqlarga qaraganda, o'zimda ilmiy izlanishlarimga qaraganda 7 soat undan ko'proq bo'lib ketadi. Endi ish, ta'lim birgalikda, hammasi ichida. Endi bundan oldin siz savol berdilaringiz, rasmiy ma'lumotlar, norasmiy ma'lumotlarni qanday ajratamiz, qanday farqlay olamiz? Hozir o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube platformasida, Instagram, Telegram, TikTok va hokazo ijtimoiy tarmoqlarda turli xil kanallar va boshqa oqimlar mavjud. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotni oladigan sohamizning rasmiy kanallari, rasmiy veb-saytlari, rasmiy tarmoqlari mavjud. O'sha tarmoqlarimizdan olganimiz maqsadga muvofiq. Masalan, talabalar uchun yoki o'zimizda ijtimoiy hayotimiz, qonunchiligimiz uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni xushnudbek.uz Telegram kanalida o'zimiz shug'ullanib, foydalanib boramiz. Yoki bu sizning tanlovingiz. Bu meni tanlovim. Yoki ta'limga oid bo'lgan ma'lumotlarni o'rganishimiz uchun masalan universitetning rasmiy sayti bo'lishi mumkin yoki diniy masalalar bo'yicha diniy qo'mitaning bir rasmiy sayti bo'lishi mumkin. Rasmiy Telegram, rasmiy Instagram portfolyolarida ko'rib shug'ullanganimiz ma'qul deb bilaman. Rahmat. Men Azizaxon, shu fikringizni davom ettirishdan avval bir jihatga e'tibor qarataylik. Demak, studiya qatnashuvchilari uchun ham bir o'rtaga tashlaydigan masala bor. Internet ijtimoiy tarmoqlar rivojlangunga qadar biz oddiy bir xat xabar yuborish uchun uni qog'oz qalamda yozardik, keyin uni konvertga solib pochta xizmati orqali egasiga yetkazardik. Bu kamida 2-3 kun vaqtni olardi. Bugun bu ishlarni amalga oshirish uchun internet juda tez imkoniyatlarni, juda katta imkoniyatlarni yaratib beryapti. Lekin soniyalar ichida amalga oshirilishi. Har bitta yaxshi narsaning yomon jihatlari ham bo'lishi mumkin va jumladan bugun internetda demak o'sha zo'ravonlikni targ'ib qilish, fahsh yoki deylik o'sha yana milliy mentalitetimizga xos bo'lmagan qandaydir bir an'analarni, qandaydir bir aqidalarni singdirish harakati ham bo'lyapti. Shunda shu nuqtai nazardan savol yana shunday savol bo'ladiki, biz foydalanish madaniyatiga qanchalik amal qilyapmiz va nima qanaqa eng muhim jihatlarni esdan chiqarmayapmizmi degan savol tug'iladi. Marhamat aka. Assalomu alaykum. Hurmatli. O'zingizni tanishtirib gapirsangiz. Raqam texnologiyalar boshqarmasi bosh mutaxassisi Umar Xushvaqtov bo'laman. Endi bugungi kunda internetdan madaniyatli foydalanish degan nimada aytadigan bo'lsak, internetdan qanday foydalanish bu hozirgi kunda avvalambor yoshlarda bu zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq vaqtini 1 daqiqalik yoki qisqa vaqtlik reelslar ko'rish bilan o'tkazadi. Hozir bu narsa yaqinda bir manbada o'qib qoldim. Inson miyasi bir kunda misol uchun bir kishi 100 dan ortiq yoki 200 ta shunaqangi qisqa videolarni ko'rsa, atiga shundan yo 3 tasi yo 4 tasini yo eslay oladi, eslay olmaydi. Bu narsa borgan sari inson miyasining yangiliklarga bo'lgan diqqatini yo'qotadi. Inson bir bet kitob o'qish uchun 1,5 daqiqa vaqt sarflasa, aslida mana shu reelslarni ko'rayotgan yoshlarimiz shu 1,5 daqiqa kitob o'qishga vaqt ajrata olmaydi. Bir 5 sekunddan keyin zerikadi, zerikish hosil qiladi, miya uni qabul qilmay qoladi. Shuni biz yoshlarimizga ta'kidlashimiz kerakki, bu qisqa reelslar, ya'ni qisqa videolarni ko'rish miyani keraksiz axborotlar bilan to'ldirib tashlash nimasini olib keladi. Rahmat berib o'tgan ma'lumotingiz uchun. Aynan qanaqa choralar bugungi kunda kiber makondagi xavfli xatarlardan bizni saqlashi mumkin bo'ladi? Ular haqida marhamat mutaxassislarga yuzlanamiz, so'zlab bersalar. Avvalambor assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimiman. Mumin Fabbosbek. Yuqorida aytilgan fikrlarga men 100% qo'shilaman. Internetdan foydalanish madaniyati, uning vaqtlari, lekin biz qanchalik internetdan foydalanar ekanmiz, undan to'g'ri maqsadda foydalanmasak yoki to'g'ri o'sha holatda foydalanmasak, bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz begona shaxsdan qo'liga tezligini yetib boradi. Xo'p, bu narsani qanday misollar bilan keltirishim mumkin?
Oddiygina bir misol. Internetda eng birinchi bo'lib kirgan inson, hali internet haqida tushunchaga ega bo'lmagan inson. Kirgandan o'zining shaxsiy ma'lumotlarini yozishga urinadi. Chunki nima maqsadda? U internetda o'sha yozilayotgan ma'lumotni birinchi meni o'sha shaxsiy ismimni so'rayapti deb o'ylaydi. Shuning uchun birinchi navbatda hamma odam o'sha narsa o'zining ismini yoki o'zining familiyasini yozishga urinadi. Bu albatta internet tarmog'ida managa izsiz o'chmas iz qoldiradagandek qayergadir yoziladi ma'lumotlar. Hech qachon o'chib ketmaydi. Internetda har bir yozilayotgan ma'lumotlar o'zi saqlanib qolavergan sayin biz to'g'rimizdagi ma'lumotlar, ya'ni o'sha biz haqimizdagi ma'lumotlar internetda doimiy saqlanadi. Bu o'sha bizga nisbatan bo'ladigan hujumlarni aynan boshqa bir begunoh shaxslarga tezroq topishga yoki bizni o'sha shaxsiy ma'lumotlarni yig'ib olishiga zamin yaratib beradi. Internetda xavfsiz foydalanish, kiber xavfsizlik qoidalariga rioya qilish uchun eng birinchi navbatda siz ijtimoiy tarmoqdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, albatta avval ijtimoiy tarmoq nima ekanligini, unda nimalar qo'yish mumkin, nimalar qo'ymaslik mumkin, qanday qoidalarga e'tibor berish kerak, o'sha narsalarni birinchi navbatda tanishib chiqish kerak deb o'ylayman. Sababi ijtimoiy tarmoq ochiq internetda turgani uchun ham u hammaga ko'rinadi. Sizning shaxsiy ma'lumotingiz unga joylandimi, undan boshqalar ham foydalanishi mumkin degan. Shu narsaga e'tibor qaratish kerak birinchi navbatda. Xo'p, keyingi e'tibor beradigan tomoni bu shaxsiy ma'lumotlarni imkon qadar kamroq to'ldirish. Ya'ni internetga siz o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni kamroq berishga harakat qiling. Ko'pchiligimiz qanday qilib kamroq beramiz, qanday qilib undan foydalanishimizni o'zimiz cheklashimiz mumkin degan savolni masalan o'ziga berish mumkindir. Xo'p, bunda ijtimoiy tarmoqdan siz ro'yxatga o'tayotganingizda albatta o'zingizni tug'ilgan sana, ism, familiyani yozish kerak emas. Birinchi o'sha ism yoki qandaydir bir chiroyliroq nom bo'lsa, o'sha nomini ro'yxatdan o'tish kerak xolos. Keyinchalik ma'lumotlarni saqlash kerak. Shaxsiy ma'lumotni o'zi albatta saqlab qolish kerak. Keyinchalik agar kerak bo'ladigan bo'lsa, uni yozish mumkin. Lekin birdaniga emas bu ma'lumotlar. Xo'p, lekin bundan tashqari ham, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan tashqari ham bizning ma'lumotlarimiz ochiq saqlanadigan manbalar bor. Ya'ni bu manbalar qanaqa? Siz Telegram ijtimoiy tarmog'idan ro'yxatga o'tayotgan vaqtingizda telefon raqamingiz orqali ro'yxatga o'tasiz. Ro'yxatga o'tgan vaqtingizda albatta sizning profilingiz birinchi navbatda ochiq holatda bo'ladi. Ya'ni Telegram bu ma'lumotni saqlab qoladi o'ziga. Keyinchalikka ba'zi bir shunday manbalar borki, o'sha manbalardan sizni qidirib topish uchun sizning telefon raqamingizdan foydalanadi. Ya'ni sizni izlab topish uchun. Bu birinchi Telegram orqali. Ijtimoiy tarmoqlarning boshqa turlarida ham Instagram, Facebook, Twitter, TikTok kabi mana bu ijtimoiy tarmoqlar ham xuddi o'shanday o'zida birinchi marta ma'lumot kiritgan narsalarni har doim o'zida saqlaydi. Bu ochiq holatda saqlanib qolgan narsa. Ya'ni bizni xavfsizligimiz, shaxsiy ma'lumotlarimiz kimnidir qo'liga borib tushyapti bu ma'lumotlar. Xo'p, bu ma'lumotlarni biz imkon qadar qanchalik kamroq kiritsak, qanchalik o'sha qoidalarga rioya qilsak, bu albatta o'zimizning xavfsizligimizni ta'minlagan bo'lamiz. O'ylaymanki, siz keltirgan ma'lumotlar ko'pchilik uchun juda ham foydali bo'ldi. Biz hozir internetdan foydalanish madaniyati haqida gapirar ekanmiz, ijtimoiy odob haqida ham to'xtalishimiz kerak. Masalan, Oxunjon aka, demak, kimdir kim bilandir suhbatlashsa, demak, uchinchi odam uni tinglovchi bo'lishi kerak va ularning orasidagi gapni bo'lmasligi kerak. Yoki kim bilandir muloqotga kirishishda, demak, odob, axloq doirasida muloqot bo'lishi kerak. Hurmat ko'rsatilishi kerakligi. Shu nuqtai nazardan biz mana deylik ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha qo'pol muomalalarni agar kuzatadigan bo'lsak yoki o'sha asossiz axborotlarni tarqatish haqida gapiradigan bo'lsak, diniy ma'rifiy nuqtai nazardan qanday munosabat bildirish mumkin? Assalomu alaykum. Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi matbuot kotibi Yahyo Zohirman. Tokshoudan eshitib turibmiz, ko'p fikrlar, mulohazalar bo'lmoqda. Shu o'rinda bir fikr kelyapti-da, Ilhom aka. Hayotiy tajribamizdan o'zimiz kelib aytadigan bo'lsak, ko'p targ'ibotlarda yuramiz, yoshlar bilan suhbatlashamiz. Internetdan foydalanish deganda ko'pchiligimiz hozir aytilyapti, qanaqadir vaqtlarda aytyapti 2 soat, 4 soat. Lekin bir narsani ham esdan chiqaryapti deb o'ylayman-da. Kitob o'qish aytildi. Shu kitob o'qishimiz juda ham kamligini, buni nima uchun aytyapmanki, bir targ'ibot yuzasidan bitta joyga bordik. Biz o'sha ijtimoiy tarmoqda targ'ibot yuzasidan bir joyga borganimizda aynan endi biz sohamiz bo'lgani uchun Buyuk Termiziylar haqida men savol
yuzlandim. Ko'pincha misol uchun Imom Termiziy yoki Hakim Termiziy neshanchi asrlarda yashagan. Aynan. Telefonga, internetdan ko'rishga harakat qilib ketishdi ko'pchilik talabalar, lekin bari to'g'ri javob bera olmadi. Natija nima? Bu kitobda aynan bizni kitob o'qimaganligi, ijtimoiy tarmoqdan aytilayotgan, yuqorida aytilgandagi to'g'ri yoki noto'g'ri ma'lumotni olib, o'shani to'g'ri deb bilib yurishi tavsiya bo'ladiki, o'sha aynan internetdan foydalanayotgan ma'lumotlar, olayotgan ma'lumotlarini kitobdan ham tasdiqlab o'qib qo'ysa yaxshiroq bo'lardi. Yana ham bu haqida bizni hamkasbimiz fikrlarimizni to'ldirish uchun navbatni bersak, biz bu haqida yana ham shuni aytib o'tishimiz kerakki, bizning markazimizda internet madaniyati haqida 10 qoida haqida kitob nashr etilgan. Bu haqida hamkasbimizga beramiz navbatda. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy tadqiqot bo'lim boshlig'i Sarvar Saidov bo'laman. Yuqorida juda bir yaxshi fikrlar aytildi. Endi qo'shimcha sifatida aytib o'tmoqchi edim. Insoniyat tarixiga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, 4 ta bir axborot inqilobini bosib o'tganligini ko'rishimiz mumkin-da. Masalan, birinchisi yozuv bo'ladigan bo'lsa, undan keyin kitob bosish dastgohini ixtiro qilinishi, undan keyin televizorning ixtiro qilinishi, eng oxirida o'sha internet. Oxirgi o'sha axborot inqilobi aytib o'tadigan bo'lsak, oldingi axborot inqiloblariga nisbatan juda ham bir katta ta'sir kuchiga ega bo'ldi. Sababi yuqorida aytganingizdek o'sha faqatgina o'sha ijtimoiy iqtisodiy hayotimizga emas, shu bilan bir qatorda ma'naviy qadriyatlarimizga ham nihoyat darajada bugungi kunda aytib o'tishimiz kerak, o'zining ta'sirini ko'rsatyapti internet. Shu bilan bir qatorda internetdan foydalanish madaniyati bugungi kunda o'sha diniy, ma'rifiy sohada ham eng asosiy bir dolzarb masalalardan biri bo'lib qolyapti. Sababi tan olib aytishimiz kerak, bugungi kunda yoshlarimiz o'rtasida o'sha diniy ma'lumotlar olishda ko'pincha o'sha ijtimoiy tarmoqlar, internetdan foydalanish holatlari ko'p kuzatilyapti. Afsuski, bu ba'zi holatlarda bir noxush oqibatlarga ham olib kelyapti. Mana shu nuqtai nazardan aytib o'tishimiz kerak, bugungi kunda viloyatimizda tashkil etilgan Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bu bo'yicha ham juda ham bir samarali faoliyat olib borilyapti. Shu maqsadda markazimiz tomonidan hozirgi kunda internet madaniyatining 10 qoidasi degan bir o'ziga xos risola tayyorlaganmiz. Ya'ni internet ijtimoiy tarmoqlardan diniy ma'lumot izlash madaniyati. Nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Birinchi navbatda. Shu o'rinda payg'ambarimizning bir hadislarini keltirmoqchi edim. Payg'ambarimiz shunday bir hadislari bor, nihoyatda mashhur bir hadis. Innama a'mal binniyat. Ya'ni amallar niyatga qarab baholanadi. Birinchi navbatda internetga kirishda albatta niyatni to'g'ri qilishimiz kerak. Sababi bugungi kunda mana oliy ta'lim tizimi faoliyat ko'rsatadigan ustozlarimiz ham o'tirishibdi. Shunaqa bir muammo bo'lyapti. Talabalarimiz o'rtasida o'sha asosan o'sha sun'iy intellekt, ijtimoiy tarmoqlar orqali demak berilgan topshiriqlarni sun'iy ravishda bir bajarish holatlari yoki aytib o'tishimiz kerak, mana diniy masalada gaplashamiz, o'sha xorijiy mamlakatlarda faoliyat ko'rsatuvchi ma'lum bir g'arazli maqsadlarda ma'ruzalar bilan chiqish qiluvchi diniy voizlarni eshitish holatlari. Ya'ni mamlakatimizdagi bir olib borilayotgan xalqona siyosatni noto'g'ri baholash holatlari ham kuzatilyaptiki, bu afsuski yoshlarimiz o'rtasida turli xil radikallashuv, ekstremistik yoki o'sha mutassiblikka berilish holatlarini keltirib chiqaryapti. Mana shuning uchun ham yana bitta tavsiyani aytgan bo'lardim. Internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan diniy ma'lumot izlayotganda birinchi navbatda rasmiy axborot manbalariga murojaat qilishimiz. Masalan, musulmonlar idorasining rasmiy kanallari bor, sayti bor, Muslim.uz yoki din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy sayti bor, Religion.uz yoki mana hozirgi kunda respublikamizdagi barcha masjidlar qoshida Telegram kanallari tashkil etilgan. Mana shu masjidlarda faoliyat ko'rsatuvchi imom domlalarga ham bemalol demak fuqarolar murojaat qilib diniy masalalardagi savollari bo'yicha bir ishonchli, to'g'ri ma'lumot olishlari mumkin. Bu o'z navbatida islom dinining asl bag'rikenglik, mo'tadillik, tinchlik, ilm dini ekanligini yanada ham bir to'g'ri tushunishda juda ham katta bir imkoniyatlar yaratib beradi. Rahmat. Azizaxon, sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Mana deylik, men yuqorida savol berdik-a, kim qancha foydalanadi, qancha vaqt foydalanadi nuqtai nazaridan. Sizchi qanday tartibda foydalanasiz internet, ijtimoiy tarmoqdan?
Masalan deylik, hammamiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishda, ish nuqtai nazaridan bo'ladimi, faoliyatimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishda bo'ladimi, o'zi ishdan tashqari vaqtimiz qolgan vaqtlarda to'g'ri ko'pchilik bundan yashirmaydi, foydalanamiz, bir 3-4 soatni tashkil etadi. Man aytmoqchimanki, Oxunjon aka, man o'zimni tajribamda saralab olgan internet tarmoqlarini, o'sha veb sayt bo'ladimi yoki Telegram kanali bo'ladimi, aksariyatini saralab olaman va asosan o'shalarga murojaat qilaman. Siz endi kasbiy faoliyatingiz nuqtai nazaridan uzoq vaqt ijtimoiy tarmoq, internetni kuzataman dedingiz. Bular ijtimoiy tarmoq faoli sifatida ham uzoq vaqt foydalanishlari haqida gap ketdi. Lekin boshqa bir muhim jihat bor. Ko'pchilik bekorchilikdan, o'sha vaqtni o'tkazish nuqtai nazaridan hozir vaqt haqida bir nimadir aytishingizni xohlagandim. Juda qimmatli haligi hammamiz uchun vaqt eng qimmat. Lekin ko'pchilik bekorchilikdan ham ijtimoiy tarmoqni kun davomida demak titkilab o'tirishi mumkin. Oxunjon aka, siz nima fikr aytgan bo'lardingiz mana shu yuqoridagi fikrlarimizni to'ldirgan holda? To'g'ri fikrni bildirdingiz. Insonda hayotida eng qimmat narsa nima deganda vaqt deyishganda, vaqt orqaga qaytarib bo'lmaydi o'tgan vaqtni. Ya'ni o'sha vaqtda ma'lum bir harakatlarni amalga oshirib ham shu vaqtni mazmunini o'tkazish mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha hech bir ishni qilmasdan turib harakatsiz natijasida shu vaqtni o'tkazish mumkin. Lekin ayni vaqtda insonda hayoti o'tib bormoqda. Bu vaqtni qaytarib bo'lmaydi. Endi biz aytmoqchi bo'lganimiz hozirgi yoshlarga bir tavsiya sifatida yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqda faollariga bir tavsiyamiz shundan iborat bo'ladiki, o'zlarini o'sha ilm yo'lida qanaqadir ma'noda kundalik turmush tarziga aloqador bo'lgan bir ma'lumotlarni olish maqsadida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'zlariga taalluq bo'lgan guruhlardan ma'lumot, rasmiy guruhlardan ma'lumotlarni oladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, shu bizni respublikamizda yoshlar orasida norasmiy din oqim a'zolari yoki bo'lmasa ma'lum bir jinoyat to'dalariga qo'shilib qolish holatlari yoki bo'lmasa huquqbuzarlik yoki bo'lmasa ma'lum bir oiladagi janjallarda kelib chiqishini oldini olishga juda katta bir hissasini qo'shadi-da. U xizmat ham qiladi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish nuqtai nazaridan taqiqlangan veb saytlar bor. O'shaning huquqiy bir munosabat, huquqiy baho berish nuqtai nazaridan biz mana deylik, hozir bular yuqorida aytdilarki, bugun hamma o'zi deylik bloger bo'ladimi yoki bo'lmasam o'sha taqiqlangan manbadan foydalanib bo'lsa ham qanaqadir kontentlarni ijtimoiy tarmoqqa yuklayapti. Javobgarligi bormi buni foydalanishda yoki tarqatishda? Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi, shuningdek, jinoyatlarning sodir etilish usuliga qarab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi hamda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, ma'muriy kodekslarida o'sha har xil ma'lumotlarni tarqatganlik yoki ulardan foydalanganlik holatlari bo'yicha javobgarliklar belgilangan. Bu bo'yicha o'zimizda amaliyotda ham dastlabki tergov harakatlari olib borilib, javobgarlikning muqarrarligi ta'minlanmoqda. Rahmat. Albatta, jazoning muqarrarligi ham qonuniy jihatdan belgilab qo'yilganligi haqida ma'lumotlarni oldik va bilamizki, ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda kuzatar ekanmiz videolarni yoki ijtimoiy tarmoqlardagi materiallarni nimadiriga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni undan bir maqsad bo'ladi. Bizni ijtimoiy tarmoq faollari yoki blogerlarni aytadigan bo'lsak, nimadirni sizga o'zini mahsulotini yoki deylik o'zini hayotiy stilini deymiz endi, hayot tarzini ko'rsatishga harakat qiladi va odamlarni ham shu orqali o'ziga jalb qilayotgandek bo'ladi. Omma fikrini boshqarish madaniyati ham turibdi bu yerda. Bizni blogerlarimiz bor. Qanaqa fikr bildirasiz? Ijtimoiy tarmoqlarda saviya masalasi qanchalik muhim sizningcha? Endi bu blogerlik kasb desak ham bo'ladi. Yaqin yillarda paydo bo'ldi bu. Lekin blogerlarni tayyorlash alohida bir rasmiy maktabini ko'rmadim. Hozir onlayn kurslar ko'paygan. Shuning hisobiga bilimi sal pastroq bo'lgan blogerlar ham hozirgi kunda kam emas. Endi men o'zim shaxsan Mudofaa vazirligi harbiy matbuot xizmatida ishlab chiqqanman o'zim. Hozirgi kunda odamlar, ya'ni kuzatuvchilar blogerga qarab tinch hayoti ham buzilib ketyapti ham. Yaxshilanib ham ketayotgan tomonlari bo'lyapti. Ya'ni yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatyapti bloger. Misol o'zida yo'q, lekin qayerdandir bor qilib ko'rsatyapti, yo'q narsalarni bor qilyapti yoki bor narsalarni yo'q qilyapti. Shuning hisobiga o'zimizning milliylik ruhidagi kontentlarimiz juda ham kamaygan, sababi kuzatuvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanishlari kam bo'lyapti unga. Shu o'rinda yuqorida ketdi bitta mavzumiz,
savolim bor edi, agar mumkin bo'lsa. Marhamat. Ichki ishlar xodimlari ham shu yerda, mutaxassislari. Taqiqlangan saytlar haqida gap ketdi. Hammamizga ma'lum, buni yashirish kerak emas. Internet ijtimoiy tarmog'i orqali qaysidir taqiqlangan diniy ma'ruzaga like bosgan o'smir yigit yoki voyaga yetmagan shaxs yoki boshqa ozodlikdan mahrum qilinyapti. Aynan o'sha taqiqlangan saytlar yoki taqiqlangan ma'ruzalar yoki taqiqlangan shaxslar ham bor. O'shalarning ro'yxati shakllantirilib, fuqarolarga qaysi saytlar orqali berilgan yo endi beriladi, shuni biz qayerdan topsak bo'ladi? Bevosita bizda Ichki ishlar vazirligini rasmiy saytlari mavjud. Bu bevosita o'sha Google Chrome qidirish tizimi orqali beriladigan bo'lsa, u yerda belgilangan O'zbekistonda rasmiy saytlar ko'rsatilgan va norasmiy saytlar ham ko'rsatilgan. Bularning bevosita ichida aytishimiz mumkin, insonning hayoti va sha'ni qadr qimmatiga tahdid soluvchi va uni moliyaviy iqtisodiy jihatiga tahdid soluvchi hamda uni norasmiy diniy oqimlarga a'zosi qo'shib qo'yib shunaqa holatlarni keltirib chiqaruvchi rasmiy saytlar belgilangan. O'sha bu yopiq manba emas, bu ochiq bevosita o'sha Ichki ishlar vazirligini o'sha saytiga bevosita kiriladigan bo'lsa, o'sha yerda bloklari bor. Shu bloklarda rasmiy saytlar to'g'risida ma'lumot deb bersangiz, o'sha yerda rasmiy saytdagi ma'lumotlar kelib chiqadi. Allohimdan aka, bularni biroz kechirasiz. O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasida ham o'sha norasmiy saytlar, ya'ni norasmiy diniy materiallar tarqatadigan guruhlar, kanallar yoki shaxslarning ro'yxatlari shakllantirilgan. Bular aytgandek, bularning birortasi ham yopiq ma'lumot emas, hammasi ochiq. Google Chrome'dan qidirsa chiqib keladi. Juda ham ko'p. Sizlar aytganingizdek, hozir mana ba'zan o'sha taqiqlangan tarmoqlar e'lon qilinadi. Buni ham o'zimiz ham guvohi bo'lganmiz. Keling endi mana shu mavzu yuzasidan suhbatlashar ekanmiz. Chuqurroq yondashaylik. Yoshlar uchun xavfli kontent turlari haqida gaplashaylik. Mana sizga yuzlanamiz. Misol uchun psixologik nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan bugun biz yosh bolaning qo'liga telefon berib, uni ruhiyatiga, psixologiyasiga ta'sir qilyapmizmi, yo'qmi? Foydamiz yo'qmi? Farhod aka, sizda qanaqa fikr bor shu haqda? Mikrofonni bering. Assalomu alaykum, hamma bor. Kontent masalasida juda ham aytdi, blogerimiz ham. Faqat bitta narsani aytib ketay, yaxshi fikr keladi boya. Yaxshi bloger bo'lish uchun murojaat o'qish shart emas aslida. Insonlarni nima bilan o'zini ergashtiryapti blogerlar? Yosh bolaga ham biz beryapmiz, to'g'rimi, telefonda. Yosh bola ko'pincha multimedia vositalari, ko'zi jalb qiladigan ranglardan iborat bo'lgan kontentni ko'proq ko'radi. Va o'sha bitta o'zimiz ham shunday ijtimoiy tarmoqda ko'rgan narsamizga doir bo'lgan narsalar chiqaveradi. Rekomendatsiyaga o'sha tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan materiallar chiqaveradi. Lekin ba'zida o'sha ijtimoiy tarmoqqa kirganimizda biz o'zimiz hammamiz foydalanamiz. Bu yangilik emas. Shunaqangi blogerlar bor, masalan, saviya haqida gapirish ham shart emas u yerda. Shunchaki o'zidan so'rasangiz ham shunchaki kontent, shunchaki trend uchun olyapman deydi, kayfiyat uchun deydi, hazil uchun deydi. Lekin mana mutaxassislarimiz to'g'ri aytdi, odob nuqtai nazaridan kelib chiqsak bo'lmaydimi shu kontentlarga misol uchun. Bu yerda akani men kuzataman, muammoli narsalarni olib chiqadi. Ya'ni maqsad bor. Siz aytdingiz-ku, o'zi ko'rishdan maqsad nima? Quruq vaqt o'tkazish bo'lsa, bema'ni narsani ham ko'ryapmiz, ma'noli narsani ham ko'ryapmiz, shunchaki vaqt o'tyapti. Foydalanuvchida ham bu narsa bog'liq. Lekin blogerlar yozib olgan sarlavhasida savodxonlik xatolari bor kerak bo'lsa. Qo'pol qilib aytganda, ba'zi blogerlar shunchaki savodsiz. Balkim eshitayotgan bo'lsa, xafa bo'ladimi, o'zi biladi, lekin savodsiz. To'g'ridan to'g'ri aytishi mumkin. O'sha savodsizlik bilan yozilgan manbaligi kontentni ommaga e'lon qilyaptilar demoqchisiz. O'zi tekshirmaydi. Balkim birovnikini qo'yayotgandir. Avtor mualliflik huquqsiz balkim. Mayli, o'shani ham tekshirish kerak, ozgina tahrirlash kerak. Misol uchun-da. Yonizdagi aka ham nimadir demoqchilar ustoz. Boya bundan oldingi so'zlarda qancha bir kunda ijtimoiy tarmoqlardan qancha vaqt foydalanasiz degan savolga bitta o'rtog'imiz aytdi, qancha vaqt foydalanish muhim emas, qanday foydalanish muhim. Yo'q, o'sha fikringizga qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman. Insonda time management degan narsa bor, ya'ni o'zining vaqtini boshqaruvi degan narsa bor. Masalan, o'ziga kerakli bo'lgan til o'rganish, dasturlash, IT ga oid bo'lgan yoki boshqa bir sohaga oid bo'lgan ijtimoiy tarmoqda o'tiribdi, 10 soat o'tiribdi degani mumkin emas u.
sog'lik jihatdan ham, gigiyena jihatdan ham, tibbiy jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham mumkin emas. O'zining vaqtini ma'lum bir qismlarga ajratib olishni maslahat beraman. Birinchidan. Ikkinchidan 2025-yil 8-yanvar sanasida e'lon qilingan Oliy sud, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan e'lon qilingan O'zbekiston hududida diniy aqida parastlik, terroristik, ijtimoiy tarmoqlar, umumiy ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqaruvchi 1389 ta ro'yxat e'lon qilingan. Ro'yxat, ya'ni Telegram saytlar, kanallar, TikTok, ijtimoiy tarmoqlar. Bu akalar aytgandek, organ xodimlari aytgandek, ochiq manbalarda turibdi. Statistik ma'lumotlarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram foydalanuvchilari soni 14 milliondan ziyodni tashkil etmoqda. Facebookni aytadigan bo'lsak, 2,3 million, TikTok esa qariyb 3 million foydalanuvchiga ega ekan. Albatta bu raqamlar taxminiy, ya'ni nisbiy hisoblanadi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarni aytadigan bo'lsak, hayotimizga sun'iy intellekt ham kirib kelganligini bevosita aytib o'tmasak bo'lmaydi va sun'iy intellektdan foydalanayotganda insonlar turli bir xavf-xatarlarga uchrab qolayotgani yoki unga butunlay ishonish holatlari ham, ya'ni uni hali ma'lumotlarni bilmay turib, qanaqa ishlatishni, qoidalarini bilmay turib ham foydalanayotgani hech kimga sir emas. Xo'sh, bu haqida nimalarni aytgan bo'lardilaringiz? Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. Termiz davlat universiteti axborot texnologiya fakulteti o'qituvchisi Aliyev Javohir. Biz eski ota-bobolarimizdan qolgan bir gap bor. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Shu o'rinda shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, Termiz davlat universitetida 2025-yildan boshlab sun'iy intellekt bo'yicha yangi yo'nalish ochilgan. Albatta biz yuqorida mana yoshlarimiz fikriga e'tibor beradigan bo'lsak, sun'iy intellekt bo'yicha shu foydalanayotgan paytda faqat ChatGPTdan boshqa hech qaysi sun'iy intellektda deyarli gap bera olmayapti. O'sha yo'nalish bo'yicha albatta bizga mutaxassislar kerak bo'ladi. O'sha mutaxassislar albatta nima yetishtirish uchun shunaqangi yangi demak yo'nalishlarni demak ochish, o'sha bo'yicha savodxonlikni oshirish zarur deb hisoblayman. Xo'sh, yana kimda qanaqa fikrlar bor? Assalomu alaykum. Avvalambor Termiz davlat universiteti axborot texnologiyalar fakulteti o'qituvchisiman. Amirqulov Chora Jumayevich ism familiyam. Ana endi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarga keladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarning deyarli 90% ga sun'iy intellekt tatbiq qilib bo'lindi. Hozir siz bitta narsani qidirib, izlab ko'rsangiz, sizga keyingi safar albatta o'sha narsani chiqarib beradi. Bu albatta sun'iy intellektning natijasi. Ya'ni sizni tahlil qilib boradi. Har bir bosgan qadamingizni, ko'rgan relisingizni qancha vaqt ko'rganingizgacha tahlil qilib amalga oshirib boriladi. Bu albatta sizning psixologik jihatdan sizni o'sha o'ziga qaram qilishga qaratilgan hisoblanadi. Ya'ni bu soha bo'yicha o'zim ham shug'ullanaman, dars o'taman, boshqa qilaman. E'tibor bersangiz, nima uchun insoniyat ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketyapti? O'sha narsa. Ya'ni uning ichida sun'iy intellekt bor. Oddiygina Google'ga ham yozib ko'rsangiz, keyingi safar kirgan vaqtingizda yozadigan narsangizni o'zi chiqarib beradi. Saqlanib qoladi. Aynan sizni o'sha narsani chiqarib beradi. Yoki ijtimoiy tarmoq, Instagramga kiring, siz bir marta qidirgan narsangizni chiqarib beradi. Shunga taalluqli bo'lgan yoki o'shanga yaqin bo'lganlarni chiqarib beradi. Ya'ni sizning moyilligingiz o'sha narsaga qaratilganligini izlab topadi o'sha narsa. Bu degani sun'iy intellekt. Biz xohlaymizmi, yo'qmi? Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Albatta, o'sha qidirayotgan, qaramlik nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, demak nimalarga e'tibor qaratish kerak? Qaram bo'lmasligi uchun. Bu ham menimcha o'ylashga undaydigan savol. Aka, siz ham nimadir fikrlaringizni aytmoqchisiz? Marhamat. Raqamli texnologiyalar boshqarmasi bosh mutaxassisi bo'laman, Umar Xushvaqtov. Sun'iy intellekt deganda bizda hozir mana shu 2025-yil oxirida paydo bo'ldi. Bizda ayniqsa juda bir aktiv mavzuga ko'tarildi. Davlatimiz rahbari aynan shu yo'nalishda selektor o'tkazib, topshiriqlar berdi yo'nalishlar bo'yicha. Bu sun'iy intellekt degani bu narsa nima narsa? Sun'iy intellekt juda katta ma'lumotlar bazasi. Shunaqa dasturchilar tomonidan kodlar yozilib shunaqa dastur yaratiladiki, o'sha ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni olib, tahlil qilib, xulosa chiqarib sizga beradi. Yaqinda bir qiziq ma'lumot keltirib o'taman. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg
OpenAI ChatGPT asoschisini dasturchilarni, ya'ni ChatGPTni yaratgan dasturchilarni o'ziga og'dirib olish uchun, o'ziga ishga olish uchun $100 million maosh taklif qildi. Lekin ular ko'nmadi. U boshqa yo'llar bilan o'ziga ovqat olib borib berib, uni baribir ishga olib oldi. Endi bu nima uchun bu narsani aytmoqchiman? O'sha sun'iy intellektni yaratayotgan odamlarning maoshi shunchalik daraja ko'p. Bu degani u juda kuchli mutaxassis. O'sha mutaxassislar, misol uchun Amerikada Kremniy vodiysi bor, o'sha Silicon Valley deydi. O'sha joyda turib bizning, ya'ni yoshlarimizning, aholining diqqatimizni o'g'irlash uchun, ular kod yozadi. Ertalabdan kechgacha ishlaydi ular, shuncha maoshga. Demakki, biz bilishimiz kerakki, bu sun'iy intellektdan foydalanishda nima deydi? Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayniqsa o'zimiz berayotgan prompt engineering deydi, ya'ni bu sun'iy intellektga topshiriq berib natija olish bu narsa. Sun'iy intellektda narsa so'rayotganda ayniqsa o'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimiz, o'zimizga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarimizni bermasligimiz kerak iloji boricha. Bu borib har bir berilgan so'rov, sun'iy intellektga berilgan topshiriq o'zida saqlab qolib, kelajakda buni bizga qarshi ishlatishi mumkin. Va shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Yana bitta narsani aytib o'tmasam bo'lmaydi. Misol uchun tarixda birinchi olov paydo bo'lganda odamlar qo'rqqan, bu yonib ketadi, qo'rqib, hamma qo'rqib nima qilgan. Lekin olovdan hozirgi kunda o'sha paytda ham keyin rivojlangan temirni eritib, boshqa narsani eritib maqsadli foydalangan. Xuddi shunday biz sun'iy intellektdan ham biz maqsadli foydalansak bo'ladi. Albatta bu niyatlarga bog'liq. Sun'iy intellekt orqasidan yangi kasblar, yangi yo'nalishlar paydo bo'lyapti. Rahmat, juda ham o'rinli bir misol keltirdingiz. Masalan, bir vaqtlar olovdan qo'rqqan, lekin olovdan foydalanish nuqtai nazaridan bugun hamma foydalanyapti. Haligi bir afsonaviy mifologiyada, masalan, devlar falon ishni bajaribdi, qisqa soniyada amalga oshiribdi. Bugun sun'iy intellektni bir pasda bir dunyo informatsiyani ko'z ochib yumguncha ko'z oldingizga yozib berishi ham qaysi bir ma'noda insonlar uchun bir qulaylik deb qabul qilsak bo'ladi. Va ko'pchilik yurtdoshlarimiz yuqorida ham aytib o'tishdi va ommalashgan bir chatbot bor, bu ChatGPT chatboti aynan, va unga beriladigan buyruqlar haqida aka to'xtalib o'tdilar va ko'pchilik yoshlar orasida ayniqsa ommalashgan narsa bu o'zining shaxsiy rasmini unga yuborib, fotosuratini va uni qanaqa bir ko'rinishga keltirib qo'yishini so'rash holatlari bo'lishi mumkin. Meni qiziqtirgan savol shu, mana shu oxir oqibatda qanaqa bir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'ladi? Assalomu alaykum. Men Sardor Majdovman, Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimiman. Azizaxon, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozir akamizni ham fikrlari juda ham to'g'ri bo'ldi. Biz bugun yoshlar ayniqsa sun'iy intellektdan shunaqangi bir ajoyib foydalanyapmizki, hatto bir joyda ko'rib qoldim ko'chada. Bir foydalanuvchi sun'iy intellektga ChatGPTga yozyapti. Men qanday yursam bo'ladi deb. Qarang, hatto shunaqa savollar ham berilyapti. Bu endi bir tarafdan kulgili, lekin mana shunaqa narsalar ham bo'lyapti. Bugun sun'iy intellektdan biz foydalanamiz, hammamiz foydalanamiz, lekin maqsadli foydalanishimiz kerak. Misol uchun rasm yoki qanaqadir shaxsiy ma'lumotni berganimizda biz tanganing ikkinchi tarafini ham qarashimiz kerak. Sun'iy intellektdan bitta biz foydalanmayapmiz. Bizga qarshi turgan o'sha misol uchun nima deydi, firibgarlar deydi. O'sha firibgarlar ham bu sun'iy intellektdan foydalanishyapti. Ertaga sizning suratingizni ular ham olish imkoniyatiga ega. Chunki internet ijtimoiy tarmog'i hamma uchun ochiq. Va o'sha sizning suratingizni olib, misol uchun g'arazli maqsadlarda, sizni misol uchun boshqacha, misol tahqirlash yoki boshqa maqsadlarda ham foydalanib tarqatishi mumkin. Undan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak va sun'iy intellektdan foydalanayotgan paytimizda zinhor shaxsiy ma'lumotlarimiz yoki suratlarimizni bermasligimiz kerak. Yoshlar nima deydi bu bo'yicha? Foydalanishlari mumkin o'zlari ham. Kechagina shu siz aytgan masala bo'yicha, ya'ni rasmni yoniga rasm qo'yish masalasi Instagramda juda ham ko'p reelslar chiqdi shu bo'yicha va o'zim ham kecha foydalanib ko'rdim. Va bu hozir aytyapmiz, bu yerda alfa avlod, ya'ni zamonaviy texnologiya davrida tug'ilgan va yashayotgan yoshlar juda ham kam. Men shu davrda tug'ilgan sifatida hozir ko'pchilik yoshlarni qo'rqitib tashlayapti bu yoqdagi fikrlar. Ya'ni
internet yomon, internet xavfli, ChatGPT, sun'iy intellekt bu bo'yicha cheklovlar, chegaralar qo'yilib tashlanyapti. Men o'ylayman, bugun dunyoda sun'iy intellekt, AI umuman zamonaviy texnologiya, IT bo'yicha texnologiyalarni bizga taqdim qilayotgan bir paytda biz yoshlarimizga qanaqa foydalanish haqida gaplashib o'tiribmiz. Biz bugun albatta mana shu masalalarda bu mikro muammolar haqida gaplashyapmiz-da. Bu yerda bitta masalani diqqat qilishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoq va sun'iy intellektdan foydalanishni taqiqlash haqida gap ketmadi. Faqat foydalanish madaniyati va odobi haqida gap ketyapti. Marhamat. Hozir men bu ukamizni gaplariga qo'shilmayman. Hech qanaqa taqiqlash, boshqa narsa bo'lmayapti, faqat ogohlantirish bo'lyapti. Hozirgi kunda yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Yaqindagina 5 million sun'iy intellekt yetakchilar loyihasiga start berildi. Bu loyiha doirasida, davlat dasturi doirasida prezidentimiz shaxsan o'zlari boshlab berdi bu narsani. 5 million sun'iy intellekt yetakchilar loyihasi 2035-yilgacha 5 million nafar yoshlarni sun'iy intellektdan foydalanishga o'rgatiladi. Mana bu hozir mana Termiz shahrida demak IT park faoliyat yurityapti. Bu yerda ishlayotgan yoshlarimizni o'sha ilmiy potensiali har jihatdan namoyon etilyapti. Men o'ylaymanki, hozir siz bitta jihatiga alohida e'tibor qaratishingiz kerak bo'lyaptiki, bugungi kunda ijtimoiy tarmoq, ijtimoiy odob haqida gapiradigan bo'lsak, avvalo o'zbek mentalitetidan kelib chiqadigan bo'lsak, assalomu alaykum iborasi bormi? Deylik, o'zaro muloqotda ham o'sha Instagram bo'ladimi, Facebook bo'ladimi yoki bo'lmasam kattaga hurmat, kichikka izzat yoki bo'lmasam o'sha qo'pol muomalada bo'lmaslik, kimgadir tuhmat qilmaslik, kimga o'sha jamoatchilik uchun bo'xtonni o'rtaga tashlamaslik masalasi haqida gaplashyapmiz. Marhamat. Tushundim. Hozir yuqorida aytildi, mana obro'sizlantirish, ya'ni kimdir rasmini yoniga qanaqadir fake rasmlarni tasvirlatib sun'iy intellekt orqali ommani fikrini manipulyatsiya qilish mumkin yoki u o'sha shaxsni qaysidir bir shaxsni obro'sizlantirish mumkin. Bu mana ko'p ko'ryapmiz, mana mansabdor shaxslarni anaqa og'zini nima qilib, nutqini o'zgartirib, shunaqa videolar ham fake xabarlar ham chiqayotganligi. Bu albatta sodda xalqimizni aldashga, ularni fikrini o'zgartirishga xizmat qilayotganligi. Shu yigit nimadir demoqchi, rahmat fikringiz uchun. Siz mana mikrofon bering. Assalomu alaykum. Avvalambor Baxtiyorbek Shukurovman, Instagram tarmog'ini yuritaman. Hozirgi savolim ichki ishlar xodimlariga savolim bor. Hozirda o'zlari bilib bilmay video tarqatyapti. Fake xabarlar. O'sha bloger deymizmi, kim bo'lsa ham qanday choralar ko'rilmoqda yo qanday choralar ko'rilishi mumkin hali o'zi bilib bilmay tarqatilayotgan videolarga? Rasmiy, norasmiy. Umuman bu savolni biz ham bermoqchi edik. Oxunjon aka, mana shu demak taqiqlangan xabarlarni tarqatish nuqtai nazaridan qanday uni oldini olish va profilaktik nuqtai nazardan nima ishlar amalga oshirilyapti? Marhamat. U tarqatilayotgan video materiallarning mavzusiga qaratiladi. Masalan, har bitta shaxsni noqonuniy xatti-harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi hamda Ma'muriy kodeksda keltirib o'tirilgan jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari bor bo'ladigan taqdirda ularga nisbatan xuddi shu turdagi jazo choralari qo'llaniladi. Bu yerda aniq bir turdagi jinoyat tarkibi yoki ma'muriy huquqbuzarlik tarkibi keltirib muhokama qilinmayapti. Bugungi sun'iy intellekt mavzuyimizga ham taalluqli emas deb hisoblayman. Agarda haqiqatdan ham tarqatilayotgan videolarda jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari bo'layotgan bo'lsa, bunda tegishli organ xodimlari tomonidan oldi olinib tegishli choralar ko'rilyapti. Bugun mana bu shunda yana bir qo'shimcha qilib aytish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda shaxslar, fuqarolar bir-biriga hurmat degan narsa sal yo'qoldi-da. Boya aytganingizdek, qo'yilgan o'sha videoroliklar deymizmi yoki qanaqadir ma'noda axborotlar deymizmi, u yerda kommentda ko'rishimiz mumkin, juda ko'p haqoratli so'zlar yoki bir-birlarini mensimaslik holatlari, hurmat qilmaslik holatlari bo'lyapti. Bunda bevosita ijtimoiy tarmoq faoli o'sha ichki ishlar idoralariga murojaat qilib turib, bevosita o'sha haqorat qilgan shaxsga nisbatan chora ko'rish so'ralyapti. Bu o'sha zamonaviy turi desak bo'ladi murojaatlarni bunday oladigan bo'lsak. Ilgari to'g'ridan-to'g'ri ikkita fuqaro haqorat uchun biz ma'muriy yoki jinoiy holatlarni keltirib chiqaruvchi bir materiallar bilan shug'ullanishimiz mumkin edi. Hozir ijtimoiy holatdagi, ijtimoiy tarmoqlardagi holatlarni ko'ryapmiz. Bu yerda bu bevosita O'zbekiston Respublikasi Jinoyat
ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddalariga asosan o'sha haqorat bilan o'sha birinchi martasiga ogohlantirish yoki ikkinchi martasiga bo'ladigan bo'lsa bevosita o'sha jinoiy yoki bo'lmasa o'sha sud tomonidan jarima jazolar qo'llanmoqda. Endi yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Agarda endi yoshlarimiz baribir kimdir unga yo'l ko'rsatish kerak va ijtimoiy tarmoqdan foydalanish madaniyati degan nima tushunchalarni biz ularni ongiga singdirishimiz kerak. Ular bilan biz aksariyat hollarda bu holatni noto'g'ri ekanligini, bu holatda faqatgina biz salbiy emas, ijobiy tarafdan foydalanish imkoniyati borligini ularga tushuntirgan holda ogohlantirish profilaktik tadbirlarini ham olib bormoqdamiz. Bir muhim jihatni ham aytishimiz kerak Azizaxon. Bugungi kunda shu ijtimoiy tarmoqdan foydalanib firibgarlik, o'zgalarning ishonchini suiiste'mol qilish yoki bo'lmasam o'sha mo'may daromad orttirish payida bo'lganlar ham ko'paymoqda. Bular haqida ham, bu tur jinoyatlar haqida yangi turlari haqida ma'lumot bugungi berib kunda o'tsangiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qism G bandida belgilangan jinoyatni sodir etish holatlari aniqlanyapti. Bu turdagi jinoyatlarni yana biridan misol keltirmoqchiman. Telegram messenjeri orqali shaxsni o'ziga tanish bo'lgan shaxsni profiliga o'xshash profil yasab, soxta profil orqali o'sha fuqaroga yozib, undan pul so'rab, pullarni noqonuniy ravishda o'zlashtirish holatlari amalga oshirilyapti. Shu turdagi jinoyatlar hozirgi kunda juda ham ommalashib ketgan. Bunda fuqarolarimizga murojaat qilgan bo'lardim. Har bitta Telegram yoki boshqa messenjerlar orqali pul so'rayotgan fuqarolarni haqiqatdan ham o'sha fuqaro sizni tanishingiz ekanligi yoki haqiqatdan ham og'ir ahvolga tushganligiga aniqlik kiritishi yoki telefon qilib yoki o'zi bilan ko'rishib pul o'tkazib berish holatlariga aniqlik kiritish kerakligini so'ragan bo'lardim. Xo'p, nimadir deb shunday holat shu mavzu ochildi, o'zi gapirmoqchi edim. Shunday holat yaqinda men o'zim bilan bog'liq holatda bo'ldi. Angor tumanida bir nogiron qizchani borib video qilib, ehson video qilib, yordam so'rab buni qildik. Uni onasiga telefon qilib, meni ism familiyamni aytib, o'sha aytayapti, kartangizga tushgan pullarni bizga tashlab berar ekansiz, deyapti-da. Hozir Telegramingizga karta tashlaymiz, deyapti. Telegram nickname men ism familiyam bilan, meni rasmim qo'yilgan, hammasi men nomimdan ketyapti. Kartada pullarni tashlatib olyapti. Menga telefon qilmayapti. Undan keyin yana xuddi shunday holat bo'ldi. Keyingi bir jigar sirroz bilan og'rigan kasalimiz men ogohlantirdim undan keyin. Xuddi shunday hujum bo'lyapti. Ular menga chiqyapti. Men emasman deganimdan keyin to'xtatyapti. Aynan o'sha firibgarlarni aniqlash bo'yicha imkoni bormi hozir Telegram messenjer orqali? Xo'p, marhamat. Yuqorida aytilgan fikrlarga bir izoh berib keltiradigan bo'lsam, albatta bu holatda sizni o'rningizdan amalga oshirilayotgan firibgarlik jinoyati bo'yicha bizni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida axborot texnologiya sohasida jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Surishtiruv natijasida o'sha profil bilan muloqot qilingan o'sha profil bilan ishlov amalga oshiriladi va o'sha profil tashib berilgan plastik kartalar bo'yicha banklarga so'rov jo'natilib, o'sha kartada pul aylanmalari kim tomonidan amalga oshirilyapti, kim tomonidan boshqarilyapti, o'sha bo'yicha natijalarni olib surishtiruv ishlarini olib boramiz. Yana bitta jihatga e'tibor beramiz, ya'ni sodir etish firibgarlik uslubini shu joyda bir aytib o'tib ketayin va tavsiyam, firibgarlik jinoyati aynan biron nomidan foydalanish bilan cheklanib qolmayapti. Yana bundan tashqari bor, insonlarimiz bilib bilmasdan o'zi jinoyatni sodir etib qo'yapti. Ya'ni bu qanday usullarda? Tez aytib o'tib ketaman. Ko'chalarda yurasiz, yaqin atrofingizda yurgan shaxslar, ya'ni bankomat atrofida yurgan bo'lsangiz, pul yechmoqchi bo'lsangiz, yaqiningizga kelib, kartangizdan so'rab turib, sizning kartangizga pul tashlab yechib ketadigan holat bor. Ehtiyot bo'ling, bu kartaga pul tashlab sizning kartangizdan foydalanib yechdimi? Bu o'zini puli emas. Ya'ni boshqa bir jinoyat natijasida o'zlashtirilgan pul. Bu mana shunday holati bor. Kuzatyapmiz. Yana bir turdagi jinoyat turlari bu ijtimoiy tarmoqlarda o'sha kimnidir tomonidan yozib, ya'ni davlatdan masalan ma'lum bir summa tarqatilyapti, tezda olib qoling, mana bu havolasi degan bir reklamalar chiqib, kimlardir unga kirib karta ma'lumotini beryapti va kartada bor pullar yechilyapti. Yoki ikkinchi holati bor, o'sha ulardan karta olib, ularga pul tashlab berib, pullarni o'zlashtirish holati bor. Yana doimiy ravishda bo'lib kelayotgan bitta ikkita uslublar bor, ularni aytib o'taman. Pul ko'paytirish bilan bog'liq bo'lgan, daromadli ish bilan bizga ishchi sifatida qabul qiling yoki mana bu o'yinda o'ynang, siz mana shuncha yutuqqa erishasiz degan o'yinlarimiz doimiy ravishda bo'lib kelyapti va bu firibgarlik jinoyatlari
avj olyapti, to'xtayotgani yo'q. Demak, fuqarolar bu jihatga alohida e'tibor qaratish kerak va ogoh bo'lishlari kerak. Ogoh bo'lishi kerak. Yana bitta narsa, men ta'kidlab o'tishim kerak bu narsani. Xalqimiz aytishadiki, bepul pishloq qopqonda bo'ladi deyishadi. Internet orqali har xil davlat xizmatlarini taklif qilishyapti. Kredit olib beramiz 3 daqiqada yoki qanaqadir internet tarmoqlari orqali jinoiy ish to'g'risida qanaqadir qaror bu narsalar kelib qolyapti-da. Bu hozir Raqamli texnologiyalar vazirligining tizimida Raqamli hukumat markazi bor. Shu tomondan my.gov portali yaratilgan. Bu portal orqali 800 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Har bir fuqaro, ayniqsa juda ko'pchilik foydalansa kerak, kredit tariximi, kredit olishmi yoki boshqa har qanday davlat xizmatini o'shandan olish mumkin. Telegram tarmog'i yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan kelgan takliflarga ishonmasligini maslahat beraman. Marhamat, siz nimadir demoqchisiz Assalomu mikrofon. alaykum. Men ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Surxondaryo viloyati hududiy markazi psixologman. Hozir yuqorida chiroyli fikrlar bo'ldi. Masalan, o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki noaniq shaxslar orqali firibgarlikka uchragan holatlar aytib o'tildi, misollar tariqasi. Lekin bizning amaliyotimizda shunaqa holat bo'lganki, o'sha turmush o'rtog'i tomonidan ayol kiber zo'ravonlikka uchragan holati bo'lgan. Qanaqa bo'lgan bu? O'sha ayolni turmush o'rtog'i uni Face ID'sidan foydalanib, uni nomiga kredit olgan, lekin ayol uni nomiga kredit olinganligini uyiga MIB xodimlari kelgandan keyin xabar topyapti. Orada turmush o'rtog'i uni nomiga kreditni rasmiylashtirgandan keyin oilada qanaqadir kelishmovchilik sababli ayol onasining uyiga ketib qolyapti va turmush o'rtog'i u bilan yarashishga harakat qilmayapti. Buning natijasida o'sha MIB xodimlari tomonidan ma'lum muddat o'tgandan keyin o'sha qarzdor yig'ilib qolgandan keyin ayolning uyiga MIB xodimlari boryapti va ayol o'shanda bilyapti nomiga katta miqdorda kredit olinganligini va u bizning markazimizga keltirildi. Bizning markazimizga unga psixologik, yuridik xizmatlar ko'rsatildi. Demoqchi bo'lganim, bunaqa holatlar faqatgina begona shaxslar emas, o'zingizda yaqin qarindoshlaringiz tomonidan ham sodir bo'lishi mumkin. Rahmat ma'lumotlar uchun, fikrlar uchun. Demak, dastur uchun vaqt ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib bormoqda, Azizaxon. Xayrlashamiz. Azizlar, bugun biz So'zsizga tok shousi orqali internet, ijtimoiy tarmoqlar, ulardan foydalanish madaniyati, shaxsga qanaqa mas'uliyatlar yuklatiladi, bular haqida atroflicha fikr mulohazalar bildirib o'tdik va berilgan ma'lumotlar sizlar uchun ham manfaatli, foydali bo'ldi degan umiddamiz. Raqamli hayotda, raqamli olamda barchamiz shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga avvalo o'zimiz mas'ul ekanimizni, javobgar ekanligimizni unutmagan holda ijtimoiy tarmoqdan foydalanishimiz lozim bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida So'zsizga tok shousi bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling.